Ayol makri nima? Bitta qo'shnim bo'lardi, bir hoji akani ikkinchi xotini edi, homilador edi. Marat degan o'ynashi bo'lardi, eri yo'q paytda uyga kelib turardi. Bir kuni vohma bilan chiqdi, hali men yosh qizman, Firuz dedi, bir bola qilib qo'ydim dedi. Nima desam, Maratga dedi, seni sog'indim, erim ketgandan keyin chaqiraman, srochniy kelasiz deb SMS yozib, Maratga emas, erimga yuborib yuboribman dedi. Keyin nima bo'ldi desam, erim indamayapti, lekin aniq kelgandan keyin bir bola gap bo'ladi dedi. Keyin bilmasam desam, o'ylab o'tirib nima qilibdi deylar. Eriga yozibdi hoji akaga. Jonim, men sizni sinash uchun ataylabdan yozdim. Qani rashk qilarmikansiz, uyga yetib kelarmikansiz desam, e'tibor ham bermadingiz. Siz meni sevmaysiz. Siz uchun men o'lib tirilaman desa, ana hoji aka ishonib nima deb yozibdi deylar unga? Men senga ishonaman jonim deb yozibdi. Ana o'sha ayol makri deyiladi. Shu bilan Marat o'ynashni ham hech kim sezmadi, hoji aka ham hech narsa demadi. Baxtli bo'lib yurishibdi.